bo'ldi. O'tgan yil anaman sovuq bo'ldi. Bu yil bir yochitib sovuq olamiz desak, yakshanbaga to'g'ri kelib o'tirdi. Allaqalay bo'lardi, peshinasi sho'raganda. Abonent apparati o'chirilgan. Uniki ham o'chiqmi? Qanday qilib 20 ta qiz telefoni bittada o'chiq bo'lishi mumkin? Bilan oramiz ochiq deganim-ku. Ko'zimga ko'rinmang. Ajabi, bugun yarashaylik bir kunginaga. O'zim 14-yanvarida urushgan bo'lsam, yarashaylik deydimi? Shuncha. 8-marta nima birgansizlar? Katta pixli ayiqcha bilan iPhone 4. Sen qanchadan sotgansan? Puriza 50. So'mdami? Yerdami dollarda? Eng bo'lmasa. Billah, nimaga yalang'a yo'qsan chi? Bayramga xatyam nask olaman dedim, bu ham bozor kuniga to'g'ri keldi. Bu shularga qizi yo'q edi. 3-chi sovg'an qayda oldi? Sizlar bilan gaplashishni bilmaysanlar-da. Bachamni bachasi sovg'alan o'nlikmi tug'ilgan kuning bilan? Rahmat o'ldim bebijon. Ustoz telefon qilyapti. Profi universiteti barcha talaba yigitlarni bayram bilan tabriklaydi. Arzimas bo'lsa-da, sovg'amizni qabul qiling. Dashindan ham tabriklamaganda sen tabriklading, profijon. Anu mapmi? Mapni 8-marta olgan sovg'alarni qaytarmaysanmi? Kimsan? Toshingni ter. Ayollar bayramida asalim, jonim deb qimmat sovg'alar oldirib oladi. 14-yanvarda kimsan deyveraman? 8-marta gupillam dunyo sovg'asini berib 14-yanvarda shimildirgan omadlarmi? Battar bunlar guppichalar. Jannatim ustozim turing, sizdan boshlandi. Bahochani qo'yib bering endi. Talabalarga dars ketadigan paytda kelmaydi. Lekin sepay uyinggacha keladi. 10tagina 80. 95 fonni bak. Mana hisobimdan balonchalaringizni qo'raytiraymi, domlajon? Yo'qari. Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Yosh bolali, nogiron va mening ustozimga joy bering. Apa rahmat, ertaga iqtisod ustoziga joy bering deb aytasiz. Shot berib yuboring. Shot to'lab qo'ydi ustoz. 50 ichi o'zamni to'qoninga tortadi. Darsga borgan qonuniy cho'za. Nima qilsa ham qo'ymadan o'zi shunday. Hamma fandan baho olasan, lekin bitta domla oyoqtirib turib oladi. Dada demagamiz qoldi xolos. Sen starsisanki bor gaplash. Turgan boshasi o'yinmi senga gaplashish? Pulni beramiz ichiga to'nak. 500 mingdan beringlar hal qilaman. Bu yer profi universiteti. Bu yerda bilim muhim. Maqsadimiz to'p'oylarni emas, yetuk kadrlarni yetishtirish. Pulingni olib qo'y. Mayli. 10 tadan atrobotga yozib kelinglar, baho qo'yib beraman. 1 milliondan so'rayapti. Yana 10 tadan atrobot zo'rg'a ko'ndirib. Aylanay istarsan. Balades, chilaylik ketdik. Ishoninglar, sessiyada любой starsa soqqa qiladi. Bilmaydi deb o'ylaysizlar. Attilkichalar. Qizil ko'ylagim sen uchun emas. Voy. Huzur bola talabachilikda. Qizlar ham qo'rni g'ildiraydimi, jo'ra? Ular odam emasmi? Ular ham yeydi, ular ham ichadi, ular ham telefon bo'lyapti. Chiqash pochtalari keldi. Menga ikkita manrabka bilan ikra berib yuboribdi. Tez chiqmaysanlarmi? Kallingga qo'ygan. Ha, Ibo akajon, mana shunga buncha katta bir sumka go'sht berib yorgandirlar, ha? Qanaqa go'sht tayyorib, bir qop toza havo berib yuborishdi. Bo'lib nafas olishasan, ha? Bizga nima ekan, oka? Nima pochta deyapman, oka? Senga pochta. Dadang jo'natib yubordi, nos chekmaysan ekan. Menga endi nimadir jo'natibdi? Sen tashab ketgan qizni akalari pochta berib yuborgan. Chetroq qo'yibdi ko'rsataman. Tayyorlaganda buga. Ajara, abi yirtiq ko'ylakchan nimaga berib yorganlar? Burgani bojasi banka sinmaslik uchun urab berib yuborgan. Texnika bu. Enangni vatsiyasimi, jo'ra? Enamni vatsiyasi emas, innovatsiya bo'ladi. Mikrobcha. Men darsga ketdim, kelgunimcha bironta tiyinma. Xudoga soldim garchi. Sen eng yaxshi universitet profi DJda o'qiysan. Shunga yarasha yaxshi o'qigan, hamma. Ha, ya. Berib yuborgan manrabkalaringizni, murabbalaringizni mazza qilib yedik. Xudo xolasa hamma qilgan yaxshiliklaringizni qaytaraman. Yaxshiligimni qaytarishing shart emas. Bo'shagan bankalarni eson-omon qaytarib yuborsang bo'ldi. Professor bu bolam, olim bu bolam 5 turnaga jo'natgan bankalarni qaytarib beraman, ayam. Ha, sizlar ham termilguncha bo'shagan bankalar tez-tez uyga jo'natinglar. Ikra sezonda ayalang, terilang, somon chiqmasin yana. Shunday mashq qorda sardak deb syomka qilgan odamlar bilmaydi-da borku. Siz bilmaysiz, odamlar biladi. Bilmaydi, mana aytaman. Bilmaydi. Biladi odamlar. 100% mi? Ha, 100% biladi. Ham ko'ramiz, qay darajada mana shu qorda